Mana bu videorolikni bitta ko'ringda. Можете прочитать, что у нас на микрофоне написано? Да, Что написано? это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. Да. И как сдали? Kупили? Да. Do'stlar, mana ko'rdinglar videoni. O'zingiz xulosangizni albatta kommentariyada yozishingiz mumkin. Mana shunaqangi odamlarni deb kelganda o'sha bizga o'xshagan muhojirlar yanada qiynalyapti. Nima uchun? Chunki hech bo'lmasa o'sha bir svet, rangni ham ayta olmayapti. Bu juda ham achinarli holat va bilib bilmagan narsasini ha yo'q deyapti. Sen sotib oldingmi sertifikati deganda ha deyapti. Bilasizlar, ko'pchilik taniydi meni. O'sha yaxshimi yomonmi ko'pchilikka foydamiz tegdi. Shu sertifikatlarni ham olib berdik. Hozirda endi u narsani iloji yo'q. Mana shunaqangi odamlarni yuzida, mana shunaqa odamlarni deb endi olishni iloji qolmadi va ko'chalarda ushlab ham endilikda shunaqaga huquq berildi. Sizga o'sha tili bo'yicha savol beradi, javob bera olmasangiz o'sha yerda o'zida sizni deportatsiya qiladi aziz vatandoshlar.